Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yana bir mijozimiz uyiga ikki teshik ikkita rom olib kelib qo'yib berdik. Eshiklari bir qanot bo'lgan, romlari ham besparamuk, bittasi ikki ko'zli, bittasi uch ko'zli rom bo'ldi. Romlarning bo'yi 1.10, bittasini bo'yi 1.30, bittasiniki 1.20. Eshigimiz bo'yi 1.90 ga 85 bo'lgan. Akfa alyumin antrazit seriyasi bu yerda, qoraga oq steklo paket bo'lgan. Bu eshigimiz ikki qavatlik uchun osham-oshalarni ham 4 ta qo'yib berganmiz. Mana pastda, bitta tepada 3 ta qilib, aynasini ham o'rtadan 2 ga bo'lib berdik. Mana o'sha hamma trendor ekan, barmoqda yopadigan, xudo xolasa eshiklarimiz. Yopilishlari chotga chiqdi. Ichkarida bitta eshigimiz ichkarida. Bu eshigimiz ham yopilishlari xudo xolasa o'ta go'zal, nigirovkalari. Ularning hammasini qahli patagonilari bilan qilib berdik. Bittadan ochilish qilib berganmiz har bitta romlarda. Ularning narxlari keladigan bo'lsak, общий narxlari 5 million 300 ga bo'ldi. Ikkita eshik, ikkita rom. Akfa alyumin originaliga bo'ldi. Steklo paket oynalari, patagonilari bilan. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91 Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.